Zakazam yo'q edi. Telefon bo'lyapti-ku. Nima ekan bu? Allo. Alo. Alo. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gilam yuvish xizmatimi bu? Ha, albatta gilam yuvamiz. Gilamni shu qadar toza yuvamizki, berilib ketganingizdan toza bo'lmaguncha qo'ymaymiz. Xo'p, gilam yuvish narxlari qancha o'zi? Narxi hozirgi kunda o'zi 25 ming, 30 mingdan yuvilyapti. Sizga maxsus 10 ming so'mdan yuvib beramiz. Xo'p, o'zi gilam yuvish texnologiyalari qanaqa? Texnologiyalarimiz eng so'nggi, eng zamonaviy, eng oxirgi rusumdagi texnologiyalar. O texnologiyalarimiz bizdan-da aqlli bo'lib, gilamni shunaqa zo'r toza yuvadi. O'zi joylashgan manzillar qanaqa? Joyimiz shunday zo'r joydaki, gilamingiz bu yoqqa kelib o'zini maxsus joyda his qiladi, baxtli his qiladi gilamingiz o'zini. Aha, hammasi tushunarli. Xo'p, qachon yopib ketasizlar? Bugunga vaqtinglar bormi? Xohlasangiz ertaga, xohlasangiz bugun hoziroq uchib borib olib chiqamiz. Ha, bo'lmasam nomer ayta qoling sizga. Nomeringizni ayting. 90lik 90lik 124 124 80. 80. Bo'ldi, rahmat. Bolalar zakaz. Ketdik, zakaz ketdik.